Assalomu alaykum. O'tgan kunlar davomida ro'y bergan jahondagi muhim voqea hodisalar haqida odatdagidek kundalik xabarnomamizda. Urushning 4-haftasiga kelib, 23-mart kuni prezident Donald Tramp AQSh va Eron Yaqin Sharqdagi adovatni mutlaq hal qilish borasida juda yaxshi va samarali suhbatlar o'tkazganini yozdi. U Eronning energetika tizimiga zarba berish rejasini 5 kunga kechiktirganini aytdi. Trampning bu bayonoti dam olish kunlaridagi tahdidlar va Eronning javob qaytarish va'dalari ortidan keskinlikni pasaytirdi. Keyinroq Tramp jurnalistlarga uning maxsus vakillari yakshanba kuni Eronning yuqori martabali rasmiysi bilan muhokamalar o'tkazganini va bu davom etishini ma'lum qildi. Bizda asosiy kelishuv nuqtalari bor. Deyarli barcha masalalar bo'yicha kelishuvga egamiz deb ayta olaman, dedi u Florida shtatidan Memphisga jo'nab ketishidan oldin. Tramp bu safar jiddiy niyatda ekanini qo'shimcha qildi. O'ylashimcha, bu hamma uchun yaxshi kelishuv bilan yakunlanishi mumkin, dedi u. Tramp AQSh bilan aloqada bo'lgan Eron rasmiysining ismini oshkor qilmadi, lekin biz o'zimiz ishonadigan eng hurmatli va yetakchi shaxs bilan ish olib boryapmiz, dedi. Vaziyatdan xabardor boshqa manbalarga ko'ra, Eron tomonidan muzokara ishtirokchisi Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir G'olibov bo'lgan. Muhammad Boqirning o'zi esa AQSh bilan bunday muzokaralar bo'lmaganini aytdi. AQSh bilan hech qanday muzokaralar o'tkazilmadi. Soxta xabarlar moliya hamda neft bozorlarini manipulyatsiya qilish hamda AQSh va Isroil tushib qolgan botqoqlikdan qochish uchun ishlatilmoqda, deb yozdi u. Shuningdek, Eron inqilobiy gvardiyasi ham AQSh nishonlariga yangi hujumlar boshlayotganini e'lon qildi va Trampning so'zlarini Tehronning kurashga hech qanday ta'sir ko'rsatmasligini bildirdi. Eron tashqi ishlar vazirligi esa Tramp tasvirlagandek muzokaralar bo'lib o'tganini tasdiqlamagan bo'lsa-da, keskinlikni kamaytirish tashabbuslarini qayd etdi. Vazirlikka ko'ra, tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi omonlik hamkasbi bilan Hormuz bo'g'ozi bilan bog'liq vaziyatlarni ko'rib chiqqan va maslahatlashuvlarni davom ettirishga kelishib olgan. Reutersning pokistonlik rasmiysiga tayanib yozishicha, Tramp Pokiston armiyasi qo'mondoni Asim Munir bilan qo'ng'iroqlashgan. Shundan so'ng AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance, shuningdek Witkoff va Kushner shu haftada Islomobodda Eron rasmiylari bilan uchrashishi kutilmoqda. Oq uy Trampning Munir bilan qo'ng'iroqlashganini tasdiqladi, ammo Islomobodga ehtimoliy tashrif borasida izoh bermadi. Eron ommaviy axborot vositalari ham prezident Mas'ud Pezeshkian va Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif urush ta'sirini muhokama qilganini xabar qildi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu esa dushanba kuni Tramp bilan gaplashganini, Isroil Livan hamda Eronga hujumlarni davom ettirishini aytdi. Mart kuni Kolumbiya harbiy samolyoti havoga ko'tarilish paytidagi halokatga uchradi. Hodisa oqibatida 66 kishi halok bo'lgan. Qutqaruvchilar bedarak yo'qolgan 4 kishini qidirmoqda. Mamlakat qurolli kuchlari rahbari Alejandro Lopesning ma'lum qilishicha, Hercules C-130 transport samolyoti bortida 128 kishi, jumladan harbiylar va politsiyachilar bo'lgan. Omon qolganlardan 57 nafar kasalxonaga yotqizilgan. Baxtsiz hodisa samolyot Puerto Leguizamo shahridan havoga ko'tarilayotgan paytda sodir bo'lgan. Qutqaruvchilar samolyot uchish-qo'nish yo'lagining oxiriga yaqin joyda zarbaga uchragan deb hisoblamoqda. Shundan keyin shiddat bilan qulayotgan vaqtda samolyot qanoti daraxtga tegib ketgan. Natijada halokat samolyotning yonib ketishiga va bortdagi portlovchi qurilmalarning portlashiga sabab bo'lgan. Samolyotni ishlab chiqargan Lockheed Martin kompaniyasi vakili bu hodisani tekshirishda yordam berishga tayyorligini aytdi. Dushanba kuni halokatga uchragan samolyotning bort raqami so'nggi yillarda AQSh tomonidan Kolumbiyaga yetkazib berilgan 3 ta samolyotning birinchisiga mos keladi. Fevral oxirida Boliviya harbiy havo kuchlariga tegishli Hercules ham aholi zich joylashgan kvartalga qulab 20 kishi halok bo'lgan edi. Rossiya qo'shinlari seshanbaga o'tar kechasi raketalar va dronlar qo'llagan holda Ukrainaning bir necha viloyatiga hujum qildi. Mahalliy hokimiyat organlarining xabar berishicha, Poltava va Kiyev viloyati hamda Zaporijye shahri o'qqa tutilgan. Poltava viloyatida Rossiyaning kombinatsiyalashgan hujumi natijasida 2 kishi halok bo'ldi, yana 11 kishi jarohatlandi. Turar joy binolari va mehmonxonaga zarar yetkazilgani qayd etilgan. Yong'inlar kelib chiqdi. Rossiya armiyasining ommaviy zarbasi Zaporijyega ham to'g'ri keldi. 6 ta ko'p kvartirali uy, do'kon, noturar joy binolari, sanoat infratuzilmasi obyektlari zarar ko'rgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, shaharga qilingan Rossiya hujumi natijasida 1 kishi halok bo'lgan, yana 5 kishi yaralangan. Bundan tashqari Kiyev viloyatida Rossiya dronlari kuzatildi. Rasmiylar havo hujumidan mudofaa tizimi ishlayotgani haqida xabar berdi.
Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In parlamentdagi nutqida Pxenyan yadroviy davlat maqomiga ega bo'lishi ortga qaytmas jarayon ekanini bildirdi. O'z-o'zini himoya qilish va yadroviy tiyib turish qobiliyatini kengaytirish milliy xavfsizlik, mintaqaviy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanish uchun o'ta muhimdir, dedi Kim dushanba kuni Oliy Xalq Majlisidagi chiqishida. Shuningdek, u yadroviy qurolsizlanishni iqtisodiy manfaatlar yoki xavfsizlik kafolatlariga almashtirish g'oyasini rad etdi. Mustaqil davlatlarning qadr-qimmati va huquqlari bir tomonlama, kuch va zo'ravonlik bilan shafqatsizlarcha poymol qilinayotgan bugungi dunyo voqealigi davlat mavjudligi va tinchligining haqiqiy kafolati nima ekanligini yaqqol o'rgatmoqda, dedi Kim. Tahlilchilarning fikricha, bu fikrlar AQShning Erondagi urushiga qarshi bilvosita tanqid bo'lishi mumkin. Shuningdek, Kim Janubiy Koreya eng ashaddiy dushman davlat sifatida tan olinganini aytdi. U Seulni Shimoliy Koreya suverenitetini buzishga qaratilgan har qanday urinish hech qanday ikkilanishsiz shafqatsizlarcha bostirilish haqida ogohlantirdi. Xavfsizlik siyosati bilan bir qatorda Kim iqtisodiy ustuvorliklarni ham belgilab, yangi 5 yillik rivojlanish rejasini tasdiqladi. Xalqaro baholashlarga ko'ra, Shimoliy Koreya dunyodagi eng kambag'al davlatlardan biri bo'lib, iqtisodiyoti qattiq sanksiyalar ostida va surunkali taqchillik mavjud. Janubiy Koreya prezident ma'muriyati Kimning so'zlarini tinch totuv yashash uchun nomaqbul deb atadi va faqat muloqot hamda hamkorlik Koreya yarimorolida o'zaro xavfsizlikni va farovonlikni ta'minlashini qo'shimcha qildi. Yevropa Ittifoqi va Avstraliya erkin savdo to'g'risidagi kelishuvni tuzish bo'yicha muzokaralarni yakunladi. Bu haqda 24 mart kuni Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyen va Avstraliya bosh vaziri Anthony Albanese e'lon qildi. 2018-yildan beri ishlab chiqilayotgan erkin savdo to'g'risidagi kelishuv Yevropadan Avstraliyaga tovarlar eksporti uchun bojlarning 99% dan ortig'ini bekor qilishni nazarda tutadi. Bryusselga ko'ra, bu yevropalik tadbirkorlarga bojlar hisobidan yiliga qariyb 1 milliard yevro tejash imkonini beradi. O'z navbatida Avstraliya Yevropani o'ta muhim xom ashyo bilan ishonchli tarzda ta'minlashi va ularning importi uchun bojlarni pasaytirishi kutilmoqda. Avstraliya hukumatı Yevropa bilan erkin savdo birinchi yilning o'zidayoq mamlakatga 6 milliard yevro daromad keltirishini kutmoqda. Savdo kelishuvi hali kuchga kirmadi. U a'zo davlatlar va Yevroparlament, shuningdek Avstraliya parlamenti tomonidan ma'qullanishi kerak. Savdo kelishuvlaridan tashqari Bryussel va Canberra yangi mudofaa bitimi ham imzoladi. AQSh Senati dushanba kuni Mark-Wayne Mullinni Milliy xavfsizlik departamenti Homeland Security kotibi etib tasdiqlash uchun ovoz berdi. Prezident Donald Trampning bu tanlovi 54 ga 45 ovoz nisbati bilan tasdiqlandi. Sobiq kotib Kristi Noem yanvar oyida Minnesota shtatida immigratsiya va bojxona nazorati agentlari tomonidan amerikaliklarning o'ldirilishi ortidan ichki tekshiruvlarga duch kelgandi. Shundan so'ng demokratlar Trampni Noemni ishdan bo'shatishga undab kelishgan. Shuningdek, unga qarshi impichment rezolyutsiyasiga ham imzo chekishgan. Senatorlar Mullinga oldingi boshqaruv davridagi hodisalar bo'yicha savollar berdi. Xususan, ICE agentlari sud orderisiz uylarga kirishda davom etishi yoki yo'qligi haqida so'radi. Biz biror shaxsni ta'qib qilayotgan holatimizdan tashqari sud orderisiz uyga yoki tadbirkorlik binosiga kirmaymiz, deya bayonot berdi Mullin. Bugunchalik sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat. Ko'rishguncha.